Mana Toshkentga mehmonga kelishganda yoki ish bilan kelishganda bizani qabulimizga kirib o'tishadi, jonliga qabul qilamiz. Lekin mana turkmenistonlik homiladorim spets men uchun hech qisi yo'q. Mana qizim. Endi biz hali kichkina surokmizda, o'shancha shunaqa ko'rinyapti. Shunaqangi xursandman. Eng qiziq joyini aytib beraymi? Men bu qo'llarim qaltirab ketyapti, sezgan bo'lsanglar. Ana tamojnidan so'rayotganda, so'raydi-ku, nima uchun ketyapsiz deyishsa, men shu uzi uchun ketyapman debdilar-da. Nima Turkmenistonda shunchalik uzi yo'qmi, shu yoqqa keldingiz desa, Zulayho opa bor, shularni oldiga kelyapman debdi. Spets bizani oldimizga kelibdilar-da. Keyin haligi tamojnidagilar ko'rib, "Da, men ham xotinimni olib boraman.